Tahlillaringizda VPC virusi aniqlandimi? Bu hali sizda rak aniqlandi degani emas. Agar sizda tahlillaringizda VPC virusi aniqlangan bo'lsa, ayniqsa 16-18 tiplari onkogen tiplari hisoblanadi va ular boshqalariga nisbatan bachadon bo'yni raklarini chaqiradi. Lekin sizda bu viruslar aniqlandi degani har doim ham 100% sizda rak aniqlanadi degani emas. Sizda VPC viruslari aniqlangan bo'lsa, siz albatta 3 ta qoidaga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, doimiy nazorat har 6-1 yilda albatta ko'rikdan o'tishingiz shart, sitologiya topshirishingiz shart bo'ladi va kolposkopik ko'rish tekshiruvdan o'tishingiz shart bo'ladi. Ikkinchisi, organizmni immun sistemasini barqaror saqlash kerak, stresslardan qochish kerak. Stress bilasiz, immun sistemasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi va bu viruslarni virulentligini oshiradi, patogen xususiyatini, kasallikka moyillichanligini oshiradi. Uchinchisi esa sizda jinsiy a'zolarda yallig'lanishlar kuzatilmagan bo'lishi kerak. Yallig'lanishlar, boshqa bakteriyalar, viruslar VPC virusini agressiyasini chaqiradi. Bu esa virusni kasallikka chaqiruvchanlik xususiyatini orttiradi. Agar sizda VPC virusi aniqlangan bo'lsa, doimiy nazorat sizni bu rak oldi holatini 100% oldindan nazorat qilasiz degani.